Siz bilan gaplashadigan gapim qolmagan. Hammasi tugadi. Tugashi mumkin emas. Tugamaydi. Endi u oilada baxt topishing qiyin. Meni ko'zim yetmayapti. Anavi Lolani aka sizni qidirib yuribdi. Meni hech kim ko'rgani yo'q. Seni ko'rish uchun keldim. Qorako'zdan sen uzoqroq yurgin. Uni baxtli bo'lishga haqqi bor. Uni men baxtli qilaman. Yech ustingdagini. Nima meni o'g'lim ularga zapasda turadiganmi? Yana unashtiruvi buzildi. Yaxshi bo'pti demayman-ku, lekin endi biz qadrimizni biladi. Bechora ukam yomon holatga tushib qoldi-da. Sevgisini tanlayman desa, bu yoqda ko'chada qancha qarzlari bor. Qorako'zni otasi Kamronni otib tashlashiga ozgina qoldi. Bu yoqda qarzdorlar. Xullas, bu oila har tomonlama ezib tashlandi. Lolaxon, ko'ch-ko'roningizni bir yig'ishtiring. Siz yana qayerdan paydo bo'ldingiz? Nega sovchilaringizni yuborasiz? Axir o'zing emasmi Kamronga menga turmushga chiqishing haqida aytgan? Jin ursin hammalani. Men jahl ustida aytdim xolos. Jonimga tegdi. Hammasidan charchadim. Men sizga ham, Kamron akaga ham turmushga chiqish xohlamayman. Ikkingiz ham mendan uzoqroq yuringlar. Meni o'z holimga qo'yinglar. Qorako'z. Teginmang menga. Qorako'z. Axir senga bo'lgan tuyg'ularimni bilasan. Bas qiling. Men seni yaxshi ko'raman. Nahotki haligacha shuni tushunib yetmagan bo'lsang, ana u Kamron senga umuman arzimaydi. U seni qadringga baribir yetmaydi. Men sen uchun hamma narsaga tayyorman. Nimaga sen menga imkon berging kelmaydi? Baribir Kamron bilan sizlarning to'ylar bo'lmaydi, tushunyapsanmi? Kamron akaga tegmayman degani, sizga turmushga chiqaman degani emas. Siz ham menga yaqinlashmang. Men tinch qo'yinglar. Hech kimga ishonishni xohlamayman. Ishonmayman. Lola nimani o'ylagan hayronman. Nega keldi-yu, nega ketdi? Lola kelganda uydamiding? Ha, uyda edim. Kayfiyati qanaqa edi? Yig'lab kelmadimi tag'in? Yo'q, hammasi joyida edi. Sizni so'radilar. Uyda emasligingizni aytdim. Keyin ketdilar, shu. Sizga biror narsa demadilarmi? O'ylab ko'rish uchun keldim dedi. Birozdan keyin Kamron keldi. Ular kelishib oldi shekilli. Singlisi mojarosi hech ham tugamayapti. Ish qilib oxiri baxayr bo'lsin. Mahallada bosh ko'tarib yura olmaydigan bo'lib qoldim. Avvaliga Lolaga tuhmat qilishdi. Keyin uydan haydab chiqarishdi. Erini chet eldan o'ligi keldi. Lola u xonadonda qanday baxtli bo'lishiga ishonyapti, hayronman. Singlisam biror narsani o'ylagandir-da. Mayli, o'ylamang. Hali hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Bugun nikohdan o'tishar ekanmi? Shunaqa dedi. Allaqachon nikohini tugatishgandir, men bormadim. Boshimga og'riq kirdi. Xonada biroz dam olaman. Xo'p, yaxshi.
Mana aka. Mana ukam hammasini yaxshilik bilan hal qilsa bo'lar ekan-ku. Bu boshqa gap, uka. Mayli, biz ketdik. Bo'pti. Choyingizni ichib oling-da, damingizni oling. Kechga bu yerdan keting. Xo'p, ketaman. Menga qara. Men ketgach, Lolaga nima bo'ldi? Ularning oilasi buzildimi? Juda ko'p ishlar bo'ldi. Biz o'ylaganimizdan ko'ra ancha ko'proq. Rostdanmi? Nima bo'ldi? Lola mahalla kuy oldida sharmanda bo'ldi. Oila gap so'zga qoldi. Katta o'g'li Sanjarni chet eldan o'ligi keldi. Sanjarni o'ligi keldi? Shunaqa. Eng qizig'i, Kamron sevgilisidan voz kechib, kelinisiga uylanmoqchi bo'ldi. Qorako'zning otasi Kamronni otib tashlashiga ozgina qoldi. Bu yoqda qarzdorlar. Xullas, bu oila har tomonlama ezib tashlandi. Hali to'liq tafsilotlarni bilmayman. Lekin hammasini tagiga yetaman. Menga qara. Balki shu yerda qolarman-a? Senga yordamim tegib qolar balki. Bilmadim. O'ylab ko'rishim kerak. Tez-tez choyingizni iching. Hozir choy qo'yaman yana. Nega sovchilarga do'stingiz rozi bo'lsa, siz ham to'yga rozi bo'lishingiz kerakligini aytdingiz? Bu uyni erkagi menman. Men nima desam shu bo'ladi. Qizimizga kelsak, ana ko'rdim. Ko'ngil bergani qay ahvolga solib ketganini. Kamron. Kamron nomardlik qildi. Agar o'shanda xato qilmaganimda, hozir hammasi boshqacha bo'lgan bo'lardi. Men u bola uchun qo'limdan kelganini qilmadimmi? Uni rahmatini ko'rdingmi? Mayli, lekin dadasi. Bas qil. Jasur yaxshi yigit. Do'stim, agar rostdan ham shu to'yga ko'nsa, qizimizni Jasurga uzatamiz. Bo'ldi, boshqa gap yo'q. Sen harakatingni qil. Tushundingmi? Tushundim. O'g'lim, nimani yozyapsan? Qarzdorlarning ro'yxatini. Kimga qancha berganimni yozib qo'yibman. Juda yaxshi bo'ldi-da bolam. Ana sutxurlar bilan ishing bitdimi? Ha. Uy masalasi hal bo'ldi. Akamni hamma qarzlaridan qutuldik, xavotir olmang. Hayash. Xayriyat. Haligi Kamron, bu ro'yxatingga meni ham yozib qo'yaver. Sanjar akang o'shanda mendan ham qarz olgandi. Pochcha. Akam sizdan ham qarz olganmidi? Ha, olgandi. Endi aza paytda shundoq ham vaziyat qaltis edi. Senga indamadim. Hozir Mavrid kelganda senga aytib qo'y deyapman. Xo'p, qancha olgandilar? 20 ming. Ko'kida. Sanjar mendan pul olib qimorda yutqazib qo'ygan. Men u pulni tanishlarimdan olib bergandim. Keyin esa sekin-sekin majbur o'zim to'ladim.
O'shanda Sanjar bu gaplarni sizlarga aytmasligimni tayinlagandi. Mana bu ishlardan opangni ham xabari bor, aytsin. Sevinch, ayt. Ha, shunaqa bo'lgandi. Mayli. Akam qarz olgan bo'lsalar yozib qo'yaman. Keyin Lola, pochchamga pulni olib chiqib bering. Xo'p, hozir. Sen kimdan so'ra Farhodlarnikiga sovchi jo'natding? Men tuflagan tufugimni qaytarib olmayman. Senchi sen? Nimaga borasan sovchilikka? Men haligi dadasi. Dada. Oyimda ayb yo'q. Ularga boring deb men iltimos qildim. Ahmoq bola ekansan. Esingdan chiqdimi seni? Shoyla seni bir kunda chekkiga chiqarib qo'ydi. G'urur degan narsa bormi senda? Qaysi yuz bilan yana o'sha qizga uylanaman deyapsan? Yurakka buyruq berib bo'ladimi, dada? Men qora ko'zdan boshqasini demayman. Uylansam, faqat o'sha qizga uylanaman. Agar o'sha qizga uylanaman desang, ko'zimga ko'rinma. Bor, uyimdan ham chiqib ket. Qayerga borsang bor. Dadasi. Nima qilsang qil bor. Dadasi. Ko'zimga ko'rinma. Yaxshi. Siz aytgandek bo'la qolsin. Nima desangiz ham, men qora ko'zdan voz kechmayman. Jasur. Jasur. Kamron, menga qara. Rostdan ham hamma qarzlarni tarqatib bo'ldingmi? Hech kim qolmadimi? Ha. Kim so'rab kelgan bo'lsa, hammasiga pulini berdim. Hozir pochchamni ham pulini bersam bo'ldi. Unday bo'lsa yaxshi. Ko'nglim biroz g'ash bo'lib turgandi-da. Hammasi hal bo'ldi. Xavotir olmang. Xudoga shukr. Ertalab eshigimiz tagida turgan odamlarni ko'rganingda edi. Ularni vahimasi Oyi. Ha. Mana, hammasi hal bo'ldi. Pul bo'lsa bor. Bu yog'iga xotirjam yashayverasizlar. Xotirjam deng. Qaniydi pul bilan hamma ishni hal qilib bo'lsa. Lekin unaqa emasda pochcha. Mana. Rahmat. Baraka topinglar. Demak, hammasi hal bo'ldi, bolam. Qani endi. Lolaxon, ko'ch-ko'roningizni bir yig'ishtiring. Tushunmadim, oyi. Nimani tushunmaysan, uyatsiz? Rostdan ham shu xonadonda o'g'liga kelin qiladi deb o'yladingmi? Sendaqa suyg'oyoni uyda yashatarmidim? Muammolarimiz hal bo'lguncha jim turishga majbur bo'ldim. Qani, tuyog'ingni shiqillatchi. Oyjon, biz nikohdan o'tdik axir. Nima qildi? Kamron o'g'lim, hoziroq talog'ini ber. Kamron. Yo'q, unaqa qilmayman. Lola endi meni ayolim. U shu yerda qoladi. Xo'sh, nimaga ekan gapiring. Men akangizdan homiladorman. Ana u yaramas. Menga tuhmat qildi. Men akangizga hech qachon xiyonat qilmaganman. Lekin bu gap so'zlar oshib tushdi. Men hammani og'zini yopib chiqa olmayman. Aybsiz aybdorga aylandim. Qornimdagi bola ham ertaga mana shu tuhmatlarga qolib ketishini istamayman. Bu bola akangizdan qolgan yodgorlik. Shuning uchun ham sizga bu taklifni aytdim. Meni faqat siz tushunasiz deb o'yladim. Menga uylanib, butun umr yashang demayman. Meni yagona istagim qornimdagi akangiz bolasi tug'ilmasdan tuhmatga qolmasin deyman. Ertaga bolam tug'ilgach, hamma uni haromi deyishini istamayman. Iltimos sizdan menga uylanib, bu bolani oqlab bering.
iltimos sizdan. Akangizni hurmati uchun ham bu ishni qilishingiz kerak. Menda boshqa chora yo'q. Men roziman. Nima deding? Ayolim deysanmi? To'g'ri eshitdingiz. Lola hech qayerga ketmaydi. U biz bilan shu yerda yashaydi. O'g'lim, nimalar deyapsan? Meni asabim buzma. Tezda buni talog'ini ber. Yo'q dedim, oyi. Kamron, Shu yerda qoladi. Pulni olib men nomardlik qila olmayman. nega nomardlik bo'lar ekan? Pul oldim deyapsanmi? Axir bu pullar shundoq ham akangniku. U pullarda bu iflosni umuman haqqi yo'q. Uyatsiz. Nega bezrayib turibsan? Oyi, Nimaga bezrayib turibsan? Oyi. Quruningdan. Oyi. Yo'qol. Oyi, 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 unday qilmang. Oyijon, oyi, bas qiling. Oyijon, qo'ying. Oyi, bas qiling. Meni yaxshilab eshiting. Lola shu yerda qoladi. Kamron, Agar Lola ketadigan bo'lsa, o'g'lim. men ham bu uyda bir daqiqa qolmayman. Nima? Lola, siz xonangizga kiring. Qorako'z. Jonim bolam. Bir kunda nima ishlar bo'lib ketmadi-ya? Bilaman. Hali ham shularni o'ylab siqilyapsan. Hayot davom etyapti, qizim. Davom etyapti deysizmi? Bilmadim, oyi. Xuddi o'sha kun hali ham davom etayotgandek. Men yangi kunga o'tolmayapman. Unaqa dema. Hali hammasi iziga tushib ketadi. Qizim, haligi Jasurdan sovchilar kelgandi. Dadang Bilaman. Hammasini eshitdim, oyi. unaqa bo'lsa, balkim imkoniyat berib ko'rarsan, a? U seni chinakamiga yaxshi ko'radi. Seni ham Ko'nglim sinib bo'ldi, oyi. Endi hech kimga ishonmasam kerak. unaqa dema. Oyi, boya Kamron aka kelib menga nimadir demoqchi bo'ldilar. Dadam ularni mayib qo'ymasinlar deb oldilariga chiqdim. U senga nimadir dedimi? Ha? Gapirishga qo'ymadim. Ular ketmasa dadam aniq urib o'ldirib qo'yardilar. Sen hali ham Kamrondan ko'nglingni o'za olmadingmi, qizim? Shuncha ishlardan keyin ham, a? Bilmadim, oyi. Bilmadim. Lekin Jasur akada ham ko'nglim yo'q. Hozir bu narsalar haqida o'ylashni ham, gapirishni ham istamayman. Ay, qizim. Dadasi, bo'ldi. Biroz o'zingizni bosib oling. Mang. Mana bu choydan iching. Bu bola nimalarni o'ylab yuradi? Hech tushunmayapman. Axir o'sha qiz emasmidi? Hammamiz oldimizda sharmandalarcha gapirgan. Men palonchini sevaman deb. Qanaqasiga bu bola yana o'sha qizni sevaman deyapti. O'g'lim boring desa, birpasda sovchilikka likillab borganiga qarasani ham. Men o'g'limizni o'yladim. Bilasiz-ku uni fe'lini. Qayta-qayta gapiraverib, meni borishga ko'ndirdi. Keyin dadam bilan o'zim gaplashaman dedi. Men bilan nimani gaplashar ekan? U qizni o'g'limizga olib bermayman. Xo'p. Tushundim. Keling dadasi. Shuni bosiqlik bilan hal qilaylik. Endi ularni deb o'g'limiz bilan tortishasizmi?
Ajasur yolg'iz bolamiz bo'lsa, uni ham ko'ngliga qaraylik-da. O'sha ko'ngliga ham. Haligacha tushunmayapman. Kamronga nima dedi ekan? Kamiga Kamronning unashtirilgan qizi bor edi. Bu haqida butun qishloq bildi-ku, siz bilmaysizmi? Nimani? Nimani bo'lardi? Kamron nimaga Lolaga uylanganini-da? Cho'zmasdan gapirsen-chi. Sanjar aka chet elda qurilishda o'lib qolgani uchun sug'urta puli chiqqan ekan. O'sha pullar singlingiz nomiga qoldirilgan. Mana nimaga Kamron o'zini kenayisiga uylanishga qaror qilgan. Nima? Qanaqa sug'urta puli? Aytyapman-ku, qanaqadir kompaniyadan sug'urta puli chiqqan ekan deyishyapti. O'zim ham boshida ishonmadim. Odamlar to'qib chiqarishyapti deb o'yladim. Ha, shoshmay turing, hozir xo'p. Qayerga ketding? Menga nimadir ko'rsatmoqchimiding? Yo'q, qo'yavering boshqa narsa. Lolani xonasiga kirib chiqdim. Xo'p. Xonasi bo'm-bo'sh, kiyimlari yo'q, butunlay ketgan. Singlizga ham hayronman. Tushunmadim. Xo'p, Kamronning niyati pul ekan. Lekin Lola nimaga bu taklifga rozi bo'ldi? Ertaga pulga qurilgan munosabat pullar tugagandan keyin nima bo'ladi? Singliz yana ko'chada qoladimi? Meni qo'rqityapsan. Kamron nahotki shunday qilgan bo'lsa? Nimaga bo'ladi boshqa? Unashtirilgan qizini ham ko'zi qiymadi-yu. Pulchi odamni o'zgartirib yuboradi, dadasi. Lolaga ham hayronman. Qarang. Pul haqida sizga bir og'iz aytmabdi-ya. Mana ko'chadan eshitib hayron bo'lib o'tiribmiz. O'sha pullarni sizni qo'lingizga olib kelib bersa bo'lardi-yu, a? Og'ir kunida uning yonida siz, men bo'lmadimmi? Singliz bo'lsa, qo'liga pul tushishi bilan darrov o'sha xonadonga qarab yugurib ketdi. Bo'ldi qil. Dadasi, men jiddiy aytyapman. Lolani uyga qaytaring. Ular ertaga pulni ishlatib bo'lib, singlizga yana eshikni ko'rsatib yuborishadi. Lola endi hech qachon u xonadonda baxtli bo'la olmaydi. Jon bolam, sen bilan kelishganmiz-ku. Akangni pullarini olgach, bu behayodan qutulamiz deb. O'zida qancha pul qolgan bo'lsa, olsin u ketsin. Esingdan chiqardingmi? Bu behayo boshqasi bilan ilakishib yurgan. Oyi, bu hali aniq emas. Nimaga aniq bilmasdan xulosa chiqaryapsiz? Qanaqasiga bilmasdan? O'sha yaramas keliningning yelkasida holi borligini aytdi-ku. Begona erkak buni qayerdan biladi? Bilmadim, oyi. Bu yetarli emas. Bas qiling endi. Lola shu uyda qoladi dedi. Iltimos, shu mavzuni tugataylik. Oyi, bugun juda ham og'ir kun bo'ldi. Bu mavzu haqida gaplashishni istamayman. Charchadim, oyi. Yaxshidan. Kamron! Feruza, yana nimalar haqida o'ylayapsan? Ko'p narsalar. Fikr xayoling faqat o'sha Kamronning oilasini buzish bilan ovora. Balki bas qilarsan,
Endi o'zing uchun ham yashashing kerakdir. Ikkalamiz oila qurib, baxtli yashaymiz. Menga turmushga chiq. Yo'q, men hozir bu narsalar haqida o'yla olmayman. Kamronning oilasini o'ylamasam bo'lmaydi. Ularning oilasini Umida opani qon yig'latmagunimcha tinchimayman. Ularni shunchalik yomon ko'rasanmi? Ha, yomon ko'raman. Ularning oilasini bataman badnom qilmagunimcha tinchimayman. Kenayi. Uzr. Mayli, keyin gaplashamiz. Yo'q, bo'ldim. Kiravering. Gapingiz bormidi? Ha. Hammasi joyidami deb kirgandim. Hozir sizga ortiqcha siqilish, asabiylashish mumkin emas. Axir homiladorsiz. Ha, hammasi yaxshi. Rahmat. Meni oyijon ko'chaga haydab soladilarmi deb qo'rqib turgandim. Unaqa bo'lmaydi. Men bergan so'zimdan qaytmayman. Lekin bir yoqda qora ko'z. Hali ko'rasiz. Bu ham vaqti kelib hal bo'ladi. Qora ko'z sizni tushunadi deb o'ylayman. Bilmadim. Jasur, hamma ketib bo'ldi. Yur, ketasanmi? Yo'q, sen boraver. Meni bu yerda bir ikkita qiladigan ishlarim bor. Mayli, bo'lmasa men ketdim. Aytgancha, men yo'g'imda mahallada biron bir muammo chiqmadimi? Aytarli gap yo'q. Hammasi yaxshi. Unday bo'lsa yaxshi bor. Mayli. Mayli, xo'p, charchama. Xayr. Eshitaman. Alo. Aka, men omonman. Uzr kech bo'lganda bezovta qildim. Hech qisi yo'q. Nima gap? Gapiraver aka. Aka, men kichikroq ishgalga aralashib qoldim. Hozir ichki ishlar idorasidaman. Shunga sizdan yordam so'raganda telefon qilyapman. Aka, kelib meni olib chiqib ketmasangiz bo'lmaydi. Yaxshi. Hozir boraman. Nechinchi ichki ishlar bo'limida? 5-bo'lim aka. Bo'ldi, yo'lga chiqayman. O'g'lim, ko'zimga hech uyqu kelmayapti. Ana o'shni gaplashib. Voy. Kamron? Tushunmadim. Kamron nima xonasida emas? Qayerga ketdi ekan? Ana o iflosni xonasida bo'lmasin-da. Kamron? Kamron! Uzr, keyin gaplashamiz. Kenayi. Yaxshimisiz? Boshim aylandi. Tushlik qilmaganimga bo'lsa kerak. Axir homiladorsiz, och yurmang. Yuring. Ehtiyot bo'ling. Voy, sen nima qilyapsan, ahmoq? Kelinayim deb nima qilyapsan? Ha? Ikkalang bir bo'lib meni aldaganmidilaring? O'ldiraman seni. O'zingizni bosing, oyi. O'g'limga nima qilding? Ha? Oyi. O'zingga o'qitib oldingmi? O'zingizni bosing, oyi. Siz noto'g'ri tushunyapsiz. Bu yerda siz o'ylagan narsa bo'lgani yo'q. Kenayimni tobi qochib qoldi, shunga joyiga o'tkazayotgandi. Hammasini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Sharmanda iflos. Sen katta o'g'limni boshini yeding. Endi buni boshini aylantiryapsanmi? Uyatsiz. Senchi, ha? Akangni ayolini quchoqlab turgani uyalmaysanmi? Senlar qachondan beri bunaqa qilib yurgandilar? Oyi, bas qiling. Sendan kutmagandim buni.
Nima shovqin, tinchlikmi? Nima bo'ldi? Dard bo'ldi, balo bo'ldi qizim. Ukangni ko'rmaysanmi? Bunaqada bular meni ajalimdan 5 kun oldin o'ldiradi. Gapiring, oyi, nima bo'ldi? Gapirsangiz-chi. Shu kunlar ham bormidi boshimda. Oyi, Ey xudoyim, siz noto'g'ri tushundingiz. Noto'g'ri tushundingiz. Meni eshiting. Eshiting. Nimani eshitaman? Hammasini o'z ko'zim bilan ko'rdim-ku qizim. Oyi. Noto'g'ri tushund. Oyi. Sizga nima bo'ldi? Oyijon. Oyi. Oyi. Oyijon, ko'zingizni oching. Opa, Oyi. tez yordamni chaqiring. Bora qoling, Firuz opani chaqiring. Hammasi joyidami yoki shifoxonaga olib borishimiz kerakmi? Qon bosimlari joyiga tushdi. Hozir tinchlantiruvchi dori berdim. Ertalabgacha yaxshi uxlaydilar. Uyda qolganlari ma'qul. Agar nimadir bo'lsa, bemalol chaqirsanglar chiqaman. Ertaga ham chiqib xabar olaman. Yaxshi bo'lardi. Baraka toping, opa. Rahmat Feruz opa. Arzimaydi. Mayli, yaxshi qolinglar. Sizni kuzatib qo'yaman. Yuring. Dadasi Jasur kechasi qaytib kelmadi. Bu qaysar o'g'lingiz fikridan qaytmaydiganga o'xshayapti. Shu qiz bilan baxtli bo'laman desa, balki Yo'q dedim senga. Farhodda qilgan ishidan keyin uni xonadoniga qadam ham boskim kelmayapti. O'g'lim masalasiga keladigan bo'lsak, kelmasa kelmas. 4-5 kun o'tsin, ko'chada sandira olasin, o'zi sekin kirib keladi. men sovchilikka borganimda Farhod aka sizni javobingizga qarab, men ham rozilik bildiraman deganday qildi. Do'stingiz qizini berishga rozi. Hamma gap bizda qoldi. Do'stmish. Shuncha ishdan keyin rozi bo'ladi-da. Balki biroz ko'nglingizni keng qilarsiz. Jon dadasi, bu darajada qattiq qo'llik qilmang. Bo'pti. Faqat Farhod oldimga kelib, mendan uzrini so'rasin. O'zi bosh urib, oldimga kelib, uzrini so'ragandan keyingina to'y masalasini o'ylab ko'rishimiz mumkin. Meni shartim shu. Qizim, nonushta qilmaysanmi? Chehrangni och. O'tgan ish o'tdi ketdi, bo'ldi. Unutamiz. Hammasi yaxshilikka. Ol qizim, ol. Rahmat. Ol non bilan ye. Ol. Keling aka, kiravering. Assalomu alaykum dada. Voy. Alaykum assalom. Yaxshimisiz oyi? Hozir. Dada yaxshimisiz? Yaxshimisan? Assalomu Va alaykum. alaykum assalom. Farhod aka yaxshimisiz? Ko'zingga nima qildi? Tuzimsan, Jasur? Rahmat. Ha. Kecha o'qishda kichik ishkal chiqqandi. Shunga aralashib qoldim. Hech qisi yo'q, hammasi joyida. Jasur aka menga yordam berdilar. Meni ichki ishlar idorasiga olib ketishgandi. Sen nima yana muammo chiqardingmi? Nega hamma bilan mushlashaverasan? Men hech narsa qilganim yo'q. O'zlari boshlashdi. Keyin chapdan bittani berdim. Bo'ldi qil.
Jasur, rahmat senga. U bilan o'zim yana gaplashib qo'yaman. Jasurjon, rahmat. Arzimaydi. Mana qaytdik. Omon, endi unaqa mojarolarga aralashma. Endi menga ruxsat. Voy, bir piyola choy ichib keting. Ovqat tayyor edi. Mayli, boshqa safar. Xizmatdagi odammiz. To'g'ri tushunasizlar. Ha, shundaymi? Mayli, bo'lmasa men kuzatib qo'yaman. Mayli, rahmat. Yaxshi Jasurjon, qo'ling. rahmat. O'tirgin. O'tiring, ehtiyot bo'ling. Bor. Bor o'sha xotinchangning oldiga bor. Oyi, nimalar deyapsiz? Aytyapman-u, siz kecha boshqacha tushundingiz. Keyin bilan o'rtamizda hech narsa yo'q. Kecha uni shunchaki boshi aylandi. Shunga yiqilib tushmasin deb joyga olib borib qo'ydim. Boshqa hech narsa yo'q. Baribirda. Unda uni xonasida nima ishing bor edi? Oyijon, ancha yaxshimisiz? Nonushta tayyor. Dorilaringizni olib kelaymi? Oyjon dema. Nonushtang ham kerak emas. Dorilarimni ham olib kelma. Bor xonangga bor. Seni ko'rsam qon bosimim oshib ketyapti. Xonangdan chiqmasang ham mayli. Bor ket. Sabr. Uyalmasdan Oyjon deydi-ya. Menga qara. Rostdan ham oranglarda hech narsa yo'qmi? Yo'q deyapman-u, oyi. Ishonmayapsizmi? Xohlasangiz qasam ichaman. Hech narsa bo'lmasa yaxshi. Unda buni tezda uyimdan qorasini o'chir. Haydavor. Javobini bermaysanmi? Nima desangiz deng. Uzr, lekin buni men qila olmayman. Bu nima deganing bolam? Kamron. Omonga yordam berganing uchun rahmat senga. Men o'zim ishimni qildim xolos. Farhod aka, sizda gapim bor. Qora ko'z haqida. Meni niyatim jiddiy. Men chin akamga sizni qizingizni baxtli qilishni istayman. Uni menga ishonsangiz bo'ladi. Bu haqda uydagilaringga aytdingmi? Dadang rozi bo'ldimi? Dadamni rozi qilaman. Agar ular yo'q desa ham, men baribir qora ko'zga uylanmoqchiman. Keyin vaqt o'tib sekin-sekin ko'nikadilar. Farhod aka, faqat siz rozi bo'lsangiz bo'lgani.